Siz hammasini bilasiz. O'nlab kitoblarni o'qidingiz, yuzlab darslarni ko'rdingiz, lekin nega hali ham hayotingizda katta o'zgarish yo'q? Chunki ko'pchilik bilim bu kuch degan gapga ishonib adashadi. Aslida bilim bu shunchaki potensial xolos. Agar u ishlatilmasa, u shunchaki miyangizdagi ortiqcha yukdir. Bilishning o'zi yetarli emas, amal qilish kerak. Reja tuzishning o'zi yetarli emas, qadam tashlash kerak. Kutishni bas qiling, chunki mukammal vaqt hech qachon kelmaydi. Bugun bilganlaringizdan hech bo'lmasa bittasini hayotingizga tatbiq qiling. Xo'sh, bugun qaysi bilimingizni amalda sinab ko'rasiz? Izohlarda yozing va harakatni hozirdan boshlang. Idrok bilan yashang.